hamyurtlar, respublikamiz barcha qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchi fermerlar va barcha dehqonlarimizga bugungi kunda ko'rib turibmizki, Qarshi tumanidamiz. Qarshi tumanida ekilgan aytaylik piyoz mahsulotimiz mana bu chempion urug'i, ya'ni Bioseeds Italiya mahsuloti. Bu urug'da o'ziga yarasha tarixi, ishlab chiqaruvchilari o'zini firmasiga ega eng yaxshi mahsulotlardan biri. Bugungi kunda mana bu ko'rib turibmizki, hosillar juda yaxshi. Bu yaxshi natija, ya'ni yaxshi natija deyishimizning asosiy sababi bu iqlim. Qashqadaryoning issiq iqlimida yaxshi o'sgan. Bu hali ham bir haftalar yo 10 kunlar erta uzilganligi ko'rinib turibdi. Endi buni o'ziga yarasha, ya'ni ishchi kuchi yetishmasligi hisobiga ertaroq boshlangan. Bu ekkan akamiz dehqonimiz. Dehqonimiz siz ham bir aytib o'ting aka. Bioseeds kompaniyasining chempion urug' berdilar, Nur Muhammad ukamiz. Shuncha urug' ekkanman, pachka urug'. Lekin bu pachka urug' boshqacha ekan. Boshqacha deylik, bizning havomiz, iqlimimiz haqiqatan ham issiq. Yarim sel ko'p bo'ladi bizda. Chidamli, yarim selga ham, suvga ham chidamli ekan. Mana bu suv bizda uzilib qoladi bir oylab. Biroq uzilgan vaqtda ham suvga ham chidamliroq. Necha yildan beri shu aynan piyoz sohasida dehqonchilik olib borasiz faoliyatingiz? 15 yilda o'tib qoldi. 15 yilda ichidagi bir yaxshi bir sizga uchragan urug'larni, sizga to'g'ri kelgan urug'larning yaxshilaridan biri bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Hozir chempion, haqiqiy o'zini bir chempionligini ko'rsatib turibdi hozir bizga o'zini namoyish etib. Gap bo'lishi mumkin emas. Tavsiya qilaman chempion bemalol olib ekishlarini. Aytaman, suvga ham chidamliroq dehqonlarimizga tavsiya qilaman. Hosildorligi ham mana men 9 kilo ekordim, biroz qalinroq bo'ldi ekan. 8 kilo eksa undan ham yaxshiroq bo'ladi. Yana ham kattaroq, siyrakroq bo'lib galak bo'ladi. Holatlari juda Holatlar hozir ham yaxshi. Ozgina, salgina tuxumsimonligi juda ham bir o'zgacha go'zal ekan. Go'zal. Barcha yurtimizdagi dehqonlar, fermerlarni taklif qilamiz, ya'ni bizni Bioset firmamiz bilan ishlashga, hamkorlikka. Urug'ni ko'rishingiz mumkin va bugungi kundagi hosil shu darajada, yana bu boshqa viloyatdagi hosillarni ham sizlarga ko'rsatib boramiz kanalimizda. Kuzatib boring. Urug' agar kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan o'zimizga bog'lanishingiz mumkin. Original, haqiqiy urug'lar faqat o'zimizdan sotiladi. Agarda qaysidir savdogar yoki bir tijoratchi bilan ish olib boradigan bo'lsak, albatta kanalimizda e'lon qilinadi. Mana shu misol uchun shu viloyatga ketyapti shu urug' degan maqsadda. Urug' original pachka mana shu ko'rinishda bo'ladi. Buni yana yaqinroqdan qilib olib ko'rsatamiz hali. Bioset chempion urug'i.